eksklyuzivniy proyektda bitgan 76 kvadrat xonadonimizni o'zi va plus 28 kvadrat aylana balkoni bilan 3 xona plus o'rtada o'zini katta holi bilan bitgan xonadonni kiraverishdan boshlab video obzorini qilib beraman. Sizga va sizni oilangizning a'zolariga yoqadigan xonadon bo'lgan. Kiraverish asosiy eshigi kirib keldik. Ro'paramizda sanuzilga alohida to'xtalamiz. Xo'p, bu bizani kirib kelishimiz bilan studiyniy oshxonamizni kutib oladi. Bu yerda bizani ovqatlanib o'tiradigan joyimiz va bu yoq tarafda bo'lsa ovqat tayyorlaydigan zonamiz qilingan. Mebellarimiz qo'yilgan, ko'rayotganingizdek, tepada alohida vычишка qo'yilgan va undan tashqari plitamizning tepasida ham vычишкasi bor. Plita, pech va mana bu mebelli ichiga xolodilniklarigacha ko'rayotganingizdek qo'yib qo'yilgan. Keyingi xonamizga o'tamiz. Bu bizani zal qismimiz. Ko'rayotganingizdek mana shunaqa razdvijnoy kupeshniy eshikli qo'yilgan va kirishimiz bilan bizani mana shunaqa chiroyli viddagi zalimizni kutib oladi. Televizor zona, divanli zona. Endi hozir mana mashitdan bitta vidini sizga ko'rsatib o'tay. Amba manzarani bitta qarang aka. Panoramli oyna shundoq shahar tarafga qaragan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Juda chiroyli chiqibdi. O'zi remontlarimiz ham juda boshqacha chiqqan. Hamma mebel texnikalarigacha qo'yib qo'yilgan. Men panoramli vid, atrofi to'liq balkon, balkonga ham yozda o'tiradigan joy, bemalol kachelalarni ham xullas qo'yib qo'ysangiz bo'ladigan qilingan. Keyingi xonamizga o'tamiz. Bu bizani bolalar uchun mo'ljallangan xonamiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa ko'rayotganingizdek oynali eshiklarimizni qo'yib qo'yilgan. Bu xonamizdan ham bo'lsa balkon qismimizga chiqiladi. Balkonimiz bu yoq tarafdan kattaroq, xuddi как terrasa sifat qilingan. Keyingi xonamizga o'tamiz. Kirib keldik, o'ng qo'lda mana bunaqa o'zini vstroyniy shkaflari qilingan va bu xonamiz bo'lsa bizani yosh kattalar uchun, ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Ranglarning tanlanishiga alohida e'tibor berib qo'yasiz. Mebellarimiz qo'yilgan. Bugungi kunda trendi bo'lyapti mana shu mebel. Oynali, ichida podsvetkasi bor va bu xonamizdan ham bo'lsa shundoq balkon qismimizga chiqiladi. Balkonimizni aylanasiga, ya'ni kvartiramizning to'liq aylanasiga balkon qilib qo'yilgan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Remontga 1 dan 10 gacha bitta baho bering. Bu Yunusobod tumani Usta Shirinda joylashgan domlarimizni hozir men pastdan bitta ko'rsatib o'taman. Shundoq kirganimizda ro'paramizda bo'lsa, bu bizani общий sanuzilimiz o'zini dushvayasi bilan qilingan. Akam mehr berib qo'yibdilar. Rostdan ham mehr berilgan va kirganingizda bittada jiz etadigan xonadon bo'pti. Dvorimiz juda chiroyli, детская площадкali qilingan, alohida o'zini besetkalarigacha qilib qo'yilgan, choyxonalarigacha qilib qo'yilgan, mashina kirmaydigan qilingan. Ya'ni bolalarni bemalol детская площадkaga qo'yib yuborsangiz, yuraverishadi, mashinalar podzemniy parkovkaga kirib ketadi. Chiroyli domlardan bittasida bemalol aytolamiz. Bu novostroykamizni yana okam shunaqa zo'r qilib beryaptilarki, taklif masalan, ozgina plyus yetmay qoladigan bo'lsa, 70-80% ni to'lasangiz, ozgina plyus yetmay qoladigan bo'lsa, rassrochkaga ham gaplashamiz. Murod 6 oy nari berisiga deb aytdilar. Shuning uchun men okamlarni primoy telefon raqamlarini yozib qoldiraman. Qancha berish, qancha yiqib berishlarini o'zingiz bitta telefonda aniqlashtirib olasiz.